soya oqsili qo'shilgan, soya oqsili kerak emas. Masalan, Xitoyda 5000 yildan beri deyarli Ana katta korxonalarni qo'shimchalarisiz tasavvur qilsa bo'ladimi? uvoq bo'lib ketadigan strukturaga ega. Mana buncha spisiga bo'ladi. Ular bir-birini o'rnini bosa olmaydi. Qolgan bo'yoqlarni uchun nima deysiz? O'simlikni kesganingizda, uning ichidan chiqib keladigan shirasi bor-ku. Odam organizmiga ta'siri qanaqa, zarari bormi, yo'qmi? Ikkita qo'li bor. Bitta qo'li bilan suv ushiydi, ikkinchi qo'li bilan yog' ushiydi. Bir-birini bog'lab turadi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun biz Deling Food kompaniyasining yetakchi texnologlaridan bittasi bo'lgan Mirsodiq Mirikrom bilan bir ikkita to'plangan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Mirikrom. Assalomu alaykum Umid aka. Taklif qilganingizdan xursandmiz. Bugun qo'ldan kelgancha berilgan savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Bugungi kunda kolbasa mahsuloti, bu bizning tushunchamizda bu go'sht, yog', suv to'plami bo'lib turib, go'sht oqsil manbasi bo'lib hisoblangan paytda nimaga biz go'sht mahsulotlariga qo'shimcha yana oqsil qo'shamiz? To'g'ri aytdingiz. Kolbasa mahsulotlari bu go'sht va yog'ning emulsiyasi hisoblanadi. Emulsiya nima degani? Bu ikkita bir-biri bilan bog'lanmaydigan moddaning emulgator yordamida bog'lanishi. Bizani kolbasa vaziyatida emulgator vazifasini bu go'sht oqsillari bajaradi. Ba'zida shunday bo'ladiki, termo ishlov paytida go'sht tarkibidagi oqsillar chiqib ketgani hisobiga yetarlicha miqdorda yog'ni va suvni bog'lab bera olmaydi oqsil. Shuning uchun qo'shimcha oqsil qo'shishga majbur bo'lamiz. Bu javobingizdan kelib chiqadigan yana bitta savol, oqsillar necha xil bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Nimadan olinadi? Shu to'g'risida aytib berishingizni so'rayman. Oqsillar ikki xil bo'ladi. Birinchisi jonliqdan olinadigan oqsillar, ya'ni masalan moldan olinadigan oqsillar. Bu hozirgi kunda juda ham mashhur bo'lgan kollagen, bu ham oqsil hisoblanadi. Yoki bo'lmasa sutdan olinadigan sut oqsillari bo'ladi. Sut oqsillari kolbasaga nimaga qo'shiladi deydigan bo'lsangiz, ertalablari bizlar nonushtada sevib iste'mol qiladigan sutli sosisikalar bor. Ularga o'ziga xos qaymoq ta'mini va o'ziga xos strukturasini berish uchun biz sut oqsillaridan foydalanamiz kolbasa qilayotganimizda. Ikkinchi tur oqsillar, bu o'simliklardan olinadigan oqsillar, bu no'xat oqsili, bug'doy oqsili va soya oqsillari bo'ladi. Soya oqsili dedingiz, hozirgi paytda ko'chada yurganimizda ham, internetda ham ko'ramiz, soya oqsili qo'shilgan, soya oqsili kerak emas degan ko'p gaplar eshitamiz. Soya oqsili hozirgi go'sht mahsulotlarida foydasi, zarari, kerakmi, kerak emasligiga javob bera olasizmi? Odatda soya oqsili ham ikki xil bo'ladi. Birinchisi odam organizmida yengil hazm bo'ladigani, ikkinchi turi odam organizmida hazm bo'lishi qiyin bo'ladigan oqsil bo'ladi. Soya oqsili o'zi ancha yillardan beri Osiyo mamlakatlarida keng ko'lamda ishlatib kelinadi. Masalan, Xitoyda 5000 yildan beri deyarli tofu mahsuloti bor. U tofu mahsuloti ham soya oqsilidan olingan bo'ladi. Yoki bo'lmasa, hozirgi kunda sigir sutida dunyo bo'yicha eng ko'p alternativasi bu soyadan olinadigan sut bo'ladi. Yoki bo'lmasa soya sousi. Yana bitta narsa misol keltirishimiz mumkin. Sportchilarimiz hozir iste'mol qiladigan, sport bilan shug'ullanayotgan odamlar ko'p oqsil iste'mol qilishi kerak. Bunda ularga qo'shimcha sport ozuqalari yordamga keladi. Sport ozuqalarining ko'pchiligining tarkibida soya oqsili ham bor. Albatta, biz o'ylaymizki, ko'pchilik ishlatilayotgan soya oqsilida bu odam organizmiga yengil hazm bo'ladigan soya oqsili ishlatiladi deb o'ylaymiz. Kollagen, bu ham qo'shimcha. Shu go'shtdan yoki tovuq go'shtidan shu o'sha kollagenni olganimiz ma'qulmi yoki biz imminni shu qo'shimchalar orqali kuchaytirilgan, imminni tozalangan, kuchaytirilgan kollagenni iste'mol qilganimiz. Endi sportsmenlarning harakati ko'proq, mushak massasini oshirish kerak. Shu kollagenni biz go'shtdan yoki tovuq go'shtidan olganimiz ma'qulroq emasmi? Qarang, Umid aka, oqsil tarkibida aminokislotalar bor. Aminokislotalar bu odam organizmidagi muhim rol o'ynaydigan moddalar bo'ladi. Masalan, go'sht oqsilida ma'lum bir aminokislotalar bor. Sutning oqsilida ma'lum bir aminokislotalar bor. Ular bir-birini o'rnini bosa olmaydi.
va biz iste'mol qilayotgan ratsionimiz har xil bo'lishi juda ham muhim, chunki har xil moddada har xil aminokislotalar bor. Mana bu go'sht mahsulotlarini do'konlarda xarid qilayotganimizda tarkibi manmuncha spisiga bo'ladi. Shunda E literasi ko'p uchraydi. Bu E literasini bizga tahlil qilib bersangiz, zarari bormi, yo'qmi, потому что xalqimiz E literasini ko'rsa, bu qanaqadir kimyoviy qo'shimcha deb o'ylashadi. Bu E literasini bizga ochib bersangiz, ma'nosini. Bo'ldi, Umid aka. Faqat buni ochib berishdan oldin sizga yana bir kichkinagina ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'sha mahsulotning tarkibi deb yozilgan joyda qaysi bir mahsulot boshida keladigan bo'lsa, o'sha tarkibda eng ko'p uchraydi. Masalan, mol go'shti, keyin tovuq go'shti keladigan bo'lsa, bu o'sha mahsulotda mol go'shti ko'proq qo'shilganini anglatadi. Va qaysi bir moddalar tarkibida oxirida keladigan bo'lsa, bu ularning kam qo'shilganini bildiradi. E kodiga keladigan bo'lsak, E kodi bu oziq-ovqat qo'shimchalarini standartlashtirilgan indeksi hisoblanadi. G o'zi Yevropa so'zidan olingan bo'lib, Yevropa oziq-ovqat standartlashtirish tashkiloti tomonidan bu barcha kodlar oziq-ovqatga yaroqli deb topilgan. E kodlarni ko'rganda biz ular hammasi kimyoviy deb o'ylaymiz, lekin ularning 30-35% tabiiy bo'ladi. Dunyoda 1,5 mingdan ortiq E kodlar bor va ular 4 ta turga bo'linadi. Tabiiy, bular 30-35% tashkil qiladi. Bular hayvonlardan olinadi yoki o'simliklardan olinadigan, bularga misol qilib biza sabzidan olinadigan beta karotinni misol qilib keltirishimiz mumkin, E160 yo bo'lmasa o'zimizning zarchava, kurkumin E100. Ikkinchi turi bu tabiiyga identik. Bular ham 25-30% tashkil qiladi E indeksini. Bular masalan seldereyda nitrit bor, yo bo'lmasa tomatda, yo bo'lmasa pomidorda glutamat bor, yoki limonda limon kislotasi bor. Xuddi o'sha limon kislotasini formulasidaqa moddalarni kimyoviy usul bilan olinadi. Ularning moddalarining formulasi bir xil bo'lgandan keyin odamga, organizmiga hazm bo'lishi, so'rilishi ham bir xil bo'ladi. Uchinchi turi bu biotexnologik usul bilan olinadigan E kodlar bor. Bular ham 20-25% tashkil qiladi va bu moddalar odatda eko retseptlarda qo'llaniladi. Masalan, bunga misol qilib biz biotexnologik yo'l bilan olinadigan sut kislotasini misol qilib keltirishimiz mumkin. E270. 4-chi va eng oxirgisi bu kimyoviy yo'l bilan sintez qilinadigan, lekin tabiatda uni analog uchramaydigan moddalardir. Misol uchun, sintetik E indeksi bor moddaga biz natriy benzoatni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu natriy benzoat asosan suv ishlab chiqarishda konservant sifatida qo'shiladi. Suvni aynib qolishini oldini olish uchun. Hozir men sizlarga alginat eritmalarida o'zini qanday tutishini ko'rsatib beraman. Boshida buning uchun biz 1% alginat eritmasini tayyorlab olamiz. Buning uchun biz taramizga 1 kilo suv o'lchab olamiz. 1 kilo suv o'lchab oldik. Ana endi alginatdan 10 gram o'lchab olamiz. Ana endi alginatimizni suvimizga qo'shib blenderlab olamiz. E'tiborli jihati, oldin suvimizni blenderlashni boshlaymiz va asta-sekinlik bilan alginatni qo'shamiz. Alginat bu suv o'tidan olinadigan emulgator bo'lib, odatda oziq-ovqat sanoatida, masalan, sut ishlab chiqarishni oladigan bo'lsak, alginat sut mahsulotlarini qultirib beradi, teksturasini yaxshilab beradi va yog' bilan suvni barqaror bog'lanishida yordam beradi. Go'sht mahsulotlarida esa alginat kolbasaning silliq teksturalik bo'lib chiqishiga yordam beradigan mahsulotdir. Tayyor bo'lgan mahsulotlarimizni idishlarga solib, muzlatishga yuboramiz va bir necha soatlardan keyin uning teksturasiga baho berishimiz mumkin. Alginatimiz qotib turgunicha, keling men sizlarga hozir tabiiy o'simliklardan olinadigan kletchatkalar haqida, ya'ni o'simlik tolalari haqida gapirib o'taman. Birinchi kletchatkamiz bu Psyllium deb ataladi. Yo'lboshi gulining urug'idan olinadigan kletchatkadir, ya'ni podorojnik gulidan olinadigan kletchatkadir. Psyllium go'sht mahsulotlarida nimaga qo'llaniladi? Ko'pchiligimiz rastalarda yurganda vakuum paketlarga o'ralgan kolbasa va sosistka mahsulotlarini ko'ramiz. Ba'zi hollarda ularda suv ajralib chiqish holatlari ham kuzatiladi. Agar shunday holatni oldini olmoqchi bo'lsangiz, go'sht mahsulotlaringizga Psyllium kletchatkasidan foydalaning va bu kletchatka o'zida namlikni ushlab turadi va bunday holatlarni oldini olishga yordam beradi. Ikkinchi kletchatkamiz LC200. Bu kletchatkaning asosiy afzalliklaridan biri bu termostabil kletchatka bo'lib, -40 gradusdan +300 gradusgacha
haroratga dosh bera oladi. Bu kletchatkamiz asosan muzqaymoq ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Masalan, muzqaymoq kletchatkaning vazifasi muzqaymoqdagi suv kristallarinin paydo bo'lishini kamaytirish va teksturasini yaxshilashda qo'llaniladi. Ba'zi bir kletchatkalar bor, past temperaturalarga dosh bera olmaydi va o'zini emulgatorlik xususiyatini yo'qotadi. Lekin bu kletchatka unday emas. Yoki bo'lmasa bunday kletchatkani pitsalarga qo'shiladigan kolbasalarda qo'llanishimiz mumkin. Chunki pitsa tez tayyorlanadigan ovqatlar qatoriga kiradi va pishirish jarayonida 300 gradusdan yuqoriroq temperaturada pishadi. Mana shu yuqori haroratda kolbasaning ust ko'rinishi buklanib qolmasligi uchun termostabil kletchatkadan foydalanishimiz kerak. Mana oradan 10-15 daqiqa o'tdi va bizlarning alginatdan tayyorlagan eritmamiz ham qotdi. Keling biz sizlar bilan uning strukturasini ko'ramiz. Mana biz alginatdan tayyorlagan eritmamiz ham tayyor bo'ldi. Uni ko'rinishiga o'zingiz baho berishingiz mumkin. U tabiiy suv o'tidan olinadigan emulgator bo'lib, juda kichik dozalarda ham quyuq eritmalar hosil qilish xususiyatiga ega. Ko'pchilik o'z farzandlariga marmelat mahsulotlarini berishdan qo'rqadi, chunki unda jelatin qo'shimchasi bor deb o'ylaydi. Biz bilamizki, jelatin hayvondan olinadigan quyultiruvchi modda hisoblanadi. Lekin ba'zi bir marmelatlar borki, ularning tarkibida suv o'tlaridan olinadigan quyultiruvchi vositalari, ya'ni emulgatorlar yoki zagustitellar qo'llaniladi. Bularga yorqin misol qilib alginatni keltirsak bo'ladi yoki bo'lmasa ko'pchilik biladigan agar-agar qo'shimchasini ham misol qilib keltirsak bo'ladi. Sizlarga beradigan maslahatimiz, bolalaringizga marmelat olishdan oldin uning yorlig'ini o'qib ko'ring. Agar u mahsulot o'simlikdan olingan quyultiruvchi moddadan tayyorlangan bo'lsa, uni bolalaringizga qo'rqmasdan berishingiz mumkin. Hozirgi kunda shu ye qo'shimchalarisiz yoki boshqa qo'shimchalarsiz kolbasa qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bunga eng yorqin misol bo'lib, hasib, o'zimiz o'zbekona hasib misol qilib keltirsak bo'ladi. Unga hech qanaqa ye kodlar qo'shilmaydi, lekin ishlab chiqarishda ye kodsiz qilish sal qiyinroq bo'ladi. Nimaga? Masalan, bir kunda ishlab chiqarishda 1 tonna go'sht ishlatiladigan bo'lsa, 1 tonna go'sht taxminan 4 ta moldan olinadi. Va 4 ta molning 4 xil parametrlari bor. Ularning kislotalik darajasi, pH darajasi har xil bo'lishi mumkin. Biza ishlab chiqarishimizga kirib kelayotgan mahsulotlarni birinchi qiladigan ishimiz ularni normalizatsiya qilib olish. pH darajasini, kislotaliligini norma holatiga keltirib olishimiz kerak. Xullas, siz aytmoqchisizki, katta korxonalar potokka qo'yilgan bo'lsa, ko'p mahsulot ishlab chiqarilsa, bu imенно shu qo'shimchalarni ishlatish shart. Lekin hasib deb misol keltirdingiz, bunda ishlatmasa ham bo'ladi. Xullas qilib xulosasini aytsak bo'ladi, что ye qo'shimchalarisiz va boshqa qo'shimchalarsiz baribir ham kolbasa qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Va hasibni nimaga misol keltirdim? Chunki hasibni yeganingizda strukturasi uvoq bo'lib ketadigan strukturaga ega. Kolbasani yeganingizda u kesganingizda ham bir xil yorqin, chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan mahsulot. Biza nimaga o'zi boshida kelgan go'shtni normallashtirib olishimiz kerak? Chunki oxirida chiqadigan mahsulotlarimiz ham bir xil normada chiqishi uchun. Tushunarli. Kundalik hayotimizda biza bilmagan holatda mana shu qo'shimchalar, ye qo'shimchalar iste'mol qilib o'zimiz bilmagan holatimiz bormi? Bu aytganimdek, masalan, kolbasalar strukturasi qattiq, namlilik darajasini yo'qotmasligi uchun stabilizatorlar qo'shiladi. Yoki bo'lmasa, sut mahsulotlarida kefirlarimiz quyuq va kefirdagi zardob ajralib chiqmasligi uchun ham emulgatorlar qo'shiladi. Yoki bo'lmasa, yeyotgan muzqaymoqlarimizda, muzqaymoqda muz kristallari hosil bo'lmasligi uchun ham emulgatorlar qo'shiladi. Emulgatorsiz mana shu mahsulotlar xuddi shu hozirgi ko'rinishda, hozirgi ta'm, ko'rinishi, strukturasi, emulgatorsiz qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Ko'pchilik emulgator deganda qanaqadir kimyoviy sun'iy narsani tushunadi. Masalan, mayonez ham bu suv bilan yog'ning emulsiyasi, emulgatorlik vazifasini tuxum bajaradi. Yoki bo'lmasa, sut ham emulsiya, bu yog' bilan suvning emulsiyasi emulgatorlik vazifasini sut kislotasi bajaradi. Yoki bo'lmasa, Ramazon oylarida juda ham ko'p iste'mol qilinadigan nisholda bor. Nisholda bu ham emulsiya, nisholdagi bexini tomirini olib, uni suvda qaynatib, undan chiqqan suvni nisholdaga qo'shamiz va uni ko'pirtiramiz va u ko'pik ajralib qolmaydi bir-biridan.
behini tomirida ham emulgator moddalar bor bo'lganligi uchun shunday qilamiz. Bu tabiiy narsa deb. Tabiiy narsa. Emulgator shunaqa moddaki, ikkita qo'li bor. Bitta qo'li bilan suv ushiydi, ikkinchi qo'li bilan yog' ushiydi va bir-birini bog'lab turadi. Masalan, saxleb degan emulgator bor. Bu orxideya gulidan olinadigan modda bo'ladi. Saxleb qayerda qo'shiladi? Turецкий мороженое ko'rganmisiz? Turецкий мороженое cho'zilib chiqadi. Buni eng asosiy sabablaridan biri u turецкий мороженое tarkibiga saxleb qo'shilishidadir. Saxleb 1 grammi 200 ml suvni o'ziga shindira oladi. Marojnilarga nimaga emulgator qo'shiladi? Marojni odatda yog' va suvdan tashkil topgan emulsiya bo'ladi. Marojnida muz bo'laklari, muz kristallari hosil bo'lmasligi uchun biz barcha suv molekulalarini bog'lashimiz kerak. Uni nima bilan bog'laymiz siz? Mana shunaqa emulgatorlar bilan bog'lasak bo'ladi. Biriga 200 miqdorda suv ichishi bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Agar biz hamma erkin suv molekulalarini emulgatorlar bilan bog'lay olsak, marojnimiz teksturasi yumshoq, silliq bo'lib chiqadi. Keyingisi saxlebga juda ham formulasi o'xshash bo'lgan modda bu guarkamidi. E414 moddasi. Guarkamidi guaran o'simligining bu modda ham muzqaymoq ishlab chiqarishda, sut mahsulotlari ishlab chiqarishda, go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda emulgator sifatida qo'llaniladi. Yana bir emulgatorlar turi bor. Bu suv o'simliklaridan olinadigan emulgatorlar. Masalan, alginatlar yoki karaginanlarni misol keltirishimiz mumkin. Bular barchasi tabiiy moddalar bo'lib, tabiiy o'simliklardan ekstraksiya yo'li bilan olinadi. Yoki bo'lmasa o'zi emulgator nima deydigan bo'lsangiz, u qatdan olinadi deydigan bo'lsangiz, o'simlikni kesganingizda uning ichidan chiqib keladigan shirasi bor-ku, ana o'shalar ham emulgator vazifasini bajara oladigan moddalar hisoblanadi. Ana katta korxonalarni qo'shimchalarisiz tasavvur qilsa bo'ladimi? Katta korxonalarni har qanday qo'shimchalarsiz va boshqa qo'shimchalarsiz ham tasavvur qilsa bo'ladi. Lekin qo'shimchalar bizga nima beradi? Birinchidan stabillik. Mahsulotimiz stabil bo'lishini. Ikkinchidan biz bu mahsulotdan xavotir olmaymiz. Masalan, ichidagi mikroorganizmlar ko'payib ketishi yoki bo'lmasa mahsulotimiz iste'molchiga yetib borgunicha o'zini sifatini yo'qotmasligi to'g'risida xavotir olmasak ham bo'ladi. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni standartlashtirishga yordam beradi. Kolbasani rangiga kelsak, ko'pchilik odamlarda savol tug'iladi. Nimaga, например, doktorskiy kolbasa bizda och qizil rangda, chiroyli ro'zvinki rang, kapshonli kolbasamiz qizil chiroyli bo'lib turadi. Bunga qanaqadir qo'shimcha qo'shiladi, kraska qo'shasizlarmi, nima deb savollar berishadi. Shunga siz как texnolog shu kraskalar masalasi bo'yicha, bo'yoqlar, o'zbekcha bo'yoqlar masalasi bo'yicha yorqinlik kiritishingizni so'raymiz. Doktorskiy kolbasadan boshlaydigan bo'lsak, uni och qizil rang bo'lishining sababi, asosiy sabablaridan biri bu nitrit qo'shilishidadir. Nitrit ko'pchilik zarar deb o'ylaydi, lekin nitritsiz go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki nitrit go'sht mahsulotlari tarkibidagi botulizm kasalligini keltirib chiqaradigan mikroorganizmlarni bartaraf etishdagi eng samarali vosita bo'ladi. Ikkinchidan, go'sht mahsulotlaridagi yog'ni achib qolishini oldini oladi. Uchinchidan, nitrit go'sht tarkibidagi hemoglobin bilan bog'lanib, biza kolbasada ko'rishga odatlangan qizg'ish rangni beradi. Nitrit, agar ko'pchilik nitritni zarar deb o'ylaydi, lekin nitrit normada 7 gram 100 kiloga qo'shiladi. Bu juda ham mikrodozalar hisoblanadi. Nitrit to'g'risida gapirib o'tdingiz. Nitritdan tashqari juda ko'p ranglar bor. Hozirgi paytda O'zbekiston bozorida bitta nitrit emas-ku. Qolgan bo'yoqlar uchun nima deysiz? Shu bo'yoqlar siz kolbasa qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Misol keltirib bering. Yoki bizaniki bo'yoq qo'shmasa tovarni vitini yo'qotadimi? Odamga yoqishini yo'qotadimi? Nima sababdan shu ranglar shu paytda, hozirgi paytda qo'shiladi? Masalan, o'zimiz ham oddiy uyda go'sht qaynatganimizda rangi to'q, kulrang bo'lib chiqadi. Bu mahsulotni agar biz rastalarda ko'radigan bo'lsak, albatta sotib olish ehtimolimiz kam bo'ladi. Shuning uchun go'sht mahsulotlariga oz miqdorda bo'yoqlar ham qo'shiladi. Bu bo'yoqlar qanaqa bo'ladi? Oxirgi paytda juda ham yuqori tendensiyaga ega bo'lgan guruch fermentatsiyasidan olinadigan bo'yoqlarni misol keltirishimiz mumkin. Qanaqa olinadi? Guruch fermentatsiyaga uchraydi. Guruch tarkibidagi kraxmal va oqsillar parchalanib, ma'lum bir pigment hosil bo'ladi. U pigmentni oziq-ovqat qo'shimchalariga ishlatsa bo'ladigan
bo'yoq olinadi. Bu bo'yoqni biza go'sht mahsulotlaridan ishlab chiqarishda, sut mahsulotlaridan ishlab chiqarishda yoki ichimlik suvlarini ishlab chiqarishda ishlatsak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, boshqa turdagi bo'yoqlar oladigan bo'lsak, tabiiy ekstraktlar oxirgi paytda juda urfga kiryapti. Paprika ekstrakti yoki bo'lmasa qizil lavlagi ekstraktlari ham oziq-ovqat qo'shimchalari sifatida keng qo'llanilib kelmoqda. Mirikrom, biz qayerga keldik va nima sababdan bu yoqqa keldik? Umid aka, bu Delin Food kompaniyasining skladi. Bu yoqda bizada maxsus ziravorlarimiz va oziq-ovqat qo'shimchalarimiz saqlanadi. Bu skladda asosiy maqsad aniq bir temperaturada, aniq bir haroratda va aniq bir namlilik darajasida bizlarning mahsulotlarimizni saqlashdir. Bu nimaga kerak? Chunki o'zingiz bilasiz, ko'pchilik mahsulotlarimiz bizda kukun holatida keladi. Agar temperaturasi tushib ketadigan bo'lsa yoki bo'lmasa namlilik darajasi oshib ketadigan bo'lsa, mahsulotlarimizning sifati buzilishiga olib kelishi mumkin. Men sizga hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim, boya videoda eslab o'tganimizdek, tabiiy o'simliklardan olinadigan bo'yoqlardan biri bu paprika color, paprika ekstraktidan olinadigan bo'yoq. Tabiiy mahsulot demoqchisiz. Tabiiy mahsulot, paprika mahsulotidan olinadigan bo'yoq. Tabiiy ekstrakt. Umid aka, bu ikkinchi ko'rsatmoqchi bo'lgan mahsulotimiz tabiiy guruchdan olinadigan bo'yoq bo'lib, guruch fermentatsiyasiga uchragandan keyin o'zidan pigment hosil qiladi va mana shu tabiiy bo'yoq hosil bo'ladi. Bu bo'yoqlarimiz ham oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari va ichimliklar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Bu mahsulot ham tabiiy mahsulot demoqchisiz. Ha, xuddi shunday. Mirikrom, rahmat kelganingiz uchun. Oxirgi uchrashishimiz emas deb o'ylayman. Keyingi roliklarimizda bundan ham ko'p qiziqarli mavzularga o'tishimizga yordam berasiz deb o'ylayman. Umid aka, taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Suhbatimiz manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Hurmatli tomoshabinlarga gapim bor edi. Qanaqa savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, qanaqa mavzular qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentarlarga yozib chiqsanglar, biz bu savollaringizga javob berib, bu mavzularni yoritishga harakat qilamiz.